Assalomu alaykum qadrdonlarim. Kecha 29 dekabr men 28 yoshimni qarshi oldim. Hamma yaxshi tilaklar bildirgan yaqinlarim, dugonalarim, opajonlarim, kenayjonlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalari chiroyli tilaklar bilan erta tongdan kayfiyatimni juda ko'tarishdi. Tug'ilgan kunni juda chiroyli qilib oilamiz bilan o'tkazdik. Tug'ilgan kun sovg'alarimni sizlar bilan bo'lishib o'taman. Shunaqa chiroyli tortlar, bolajonlarim uchun yangi yil sovg'alari va o'zim uchun bir talay sovg'a salomlar bilan tug'ilgan kunni o'tkazdik. Mehmonlar uchun tayyorlangan stolimizni afsuski videoga ololmadim. Yomg'irli, qorli kunlarda o'qishimga qatnashish uchun shunaqa chiroyli zontik va shunaqa chiroyli rangdagi metrajni qaynisinglim sovg'a qilib olib keldilar. Onajonim, opalarim ko'pi pul sovg'a qilishdi. Undan tashqari shunaqa chiroyli jimfir ham. Bu chiroyli pastelni kichkina singilcham va oyijonim sovg'a qilishdi. Judayam sifati bomba, materiali zo'r ekan. Turmush o'rtog'im esa birinchilardan bo'lib soat 12:00 da uxlamasdan kutib chiroyli sharli buket va shunaqa yangi telefon sovg'a qildilar. Bu yil o'qishim mobaynida telefonim ozgina pand berib qo'ydi. O'qishda juda ham ko'plab ma'lumotlar, rasmlar, PDF fayllar saqlanib qilish kerak. Shu telefonda xotirasi yaxshi bo'lishi kerak. Telefonim ozgina qiynagani uchun xotirasi, kamerasi hammasi zo'r, mukammal ishlaydigan shunaqa telefon olibdilar menga. Judayam xursand bo'ldim. Kattakon rahmat aytaman. Rangi ham xuddi o'zim yoqtirgandek juda chiroyli rang ekan. Eng katta opajonim menga shunaqa bir paket parfumeriya olib kelibdilar. Bu judayam shirin, o'zim yoqtirgan освежитель. Bu esa sochga ham shampun, ham balzam. O'zim yoqtirgan firmadan. Bu har qanday yuzga tushib ketadigan SPF krem ekan. Bu ham juda yoqdi. Ichi ham ishlanishlari antiqa, ko'rinishlari juda chiroyli. Bunisi qo'l uchun krem, hidi juda ham shirin. Bu 8 talik oldida olib yurish uchun qulay ixcham salfetka влажный. Ichida 8 pachka bo'lar ekan. Bu esa body spray. Hidi o'zimga juda ham yoqdi. Bu o'zim ishlatadigan dezodorantdan. Bu uxachiska. Barcha yaqinlarimga sovg'alar uchun tashakkur bildiraman. Hammasini yaxshi kunlarida ilohim qaytarishlik nasib qilsin. Olgan hamma sovg'alarimni chiroyli qilib joylab qo'ydim. Videoyimni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun hammangizga tashakkur.